Assalomu alaykum akalar, sizlarga biz O'sh shahridagi yana bitta o'choqni ko'rsatamiz. Bir qator polni ko'rsatib o'tamiz. Akalar, mana internetda mashhur bo'layotgan mo'ykalarimizdan mana taxtagachi bor. O'shuvadigan miskasi bor, u yoqqa jila oladi. Urush, grechka, mrechka degan narsalarni yutib ko'rsatib oladi. Chiqaradi. Bu yerda fontanga o'xshab biroz suv chiqadi. Hozir suvimizni ulash kerak ekan. Suvimiz yo'qdi, fontanga o'xshab. Bu yerda stakan, krujka, pela yuviladi. Bundan fiksatorlarni tushib chiqaradi. Fiksatorlarni yig'adi. Mo'ykalar kerak bo'lsa, nomlarimiz описаниеda bor. Uzun рабочий stol, idishda olib qo'yadi. Bu yerda rezetka bor, заготовкасini qilsa, sabzi, piyoz, to'g'rat, go'sht pishirib qo'yiladi. Filaga mana choyni qo'yib, choyni damlab oladi. O't yonyapti. Pechkaning usti oldi tarafida ovqat qilib, orqa tarafida choyni qaynatib oladi. Bularimiz ham yonyapti. Pechka bilan filagan alohida, o'ylar tunuka yog'och teksturada tunukalar bo'lgan, patkasi bor. O'chirib yonadi. Qozonlik ham o'chirib yonadi. Bu yerda 60 litrli qozon. Materiallar O'sh, Bishkek, qopqog'i faqat Xitoyniki, nechagacha qopqoq. Bular ham yonyapti, bemalol ko'rishinglar mumkin. Keyingi qozon 100 litrli qozon. Yonyapti. Qopqog'i bor. Sho'rva, kompot, shakar olib qilinadi. Unda mehmonga oshlar qilinadi. Keramik granitlar Indiya. Abluchotga g'ish, chugunli eshik, aynali eshik kerak bo'lsa, nomerlarimiz описаниеda bor. Bu ham yozuvni qator ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda рабочий stol tandir uchun, bu yerda go'sht qaynatib olsa ham bo'lardi. Sevatini qo'yib, nonini olib, nonini yoqadi. Tandirimiz qizib qoldi uchun 24 soatga yaqinlashib qoldi. Asqolni o'tib tashlaymiz. Tutunlar o'zi chekib ketadi, naves top-toza turadi, navesga qora tutun chiqmaydi. Faqat tandirimizni maktabada qorayadi, xolos boshqa hech yerda qoramaydi, tashqarisiga tutun chiqmaydi. G'ishtlar, ablisovka g'ishtlar, shoflar oq kvartsiy qumda bo'lgan, agnipodli qum. Bemalol o'choqlarni tomosha qilib, yoqqan bo'lsa layk bosib qo'yishingiz mumkin. Ablisovka rossiyskiy g'isht, agnipodli g'isht, aynali eshiklar kerak bo'lsa 0755 39 14 00 yoki bo'lsa profilda описаниеda nomerimiz yozilib turibdi.